Aziz do'stlar, endi hozir men sizlarga mashinani rostlakamlik surishini ko'rsataman. Sport rejimiga qo'yib oldik. Ko'rdinglarmi, поворотni yoqqanidan keyin sразу mashinani 360 gradus kamerasi ishlaydi. Sport rejimida mana ketdi. Mana yana bitta bosamiz. Bilmadim, lekin mana sport rejimiga qo'ydim. Sal slabiyroq ekan, misol. Mana mashinamga qaraganda, bu yerda ham sport rejimiga qo'ydim. Bo'ldi, mana endi sport rejimiga qo'yamiz. Bitta bosamiz. Mana endi yaxshi tortishlari. Bu yerda radarlar bor. Mana yana bitta surishini ko'rsatib qo'yaymi? Bilmadim. Surishi lekin unaqa super emas ekan. Chunki men boshqa mashinalarga ham solishtiryapman. Sal slabiyroq ekan lekin surishi. Mana bu yana bitta surib ko'ramiz, qalay bo'larkan. Men bu sport rejimiga qo'ydim. Endi balki bu men uncha tushunmayman bu mashinani, balki o'shanga hozir sport rejimiga dakansa qo'yilmayotgan. Lekin mana sport rejimi yo'q-ku. Lekin bo'ldi, tushunarli. Surishlari sal slabiyroq ekan, lekin mashinani o'zini boshqarish juda qulay. Menga asosan mashinaning mягкийлigi yoqdi. Juda yumshoq mashina ekan, gap bo'lishi mumkin emas. Mashina juda yumshoq. Upravlaymiz yaxshi. Mashinani boshqarish juda qulay va oson. Stop boshidan olgan